Videolarimizda shunaqalarni qo'ysak, ba'zida negativli bo'lyapti, narx tushiryapsan, nimadir. Bu biz ishlab turganda. Algafon o'z jamoasi bir necha yillardan beri xalqimizga xizmatni ko'rsatib kelmoqda. Shu jamoa asoschisi hamda rahbari Islom aka bilan qisqacha intervyu qilamiz. Siz necha yildan beri shu sohada faoliyat yuritib kelyapsiz? 17 yildan beri shu sohada ishlayman. Jamoangizda nechta brigada bor? Jamoamizda 10 ga yaqin tajribali brigadalar bor. Hammasi zo'r professional usta. Tajribali mutaxassis. Shu paytgacha nechta uchastka bitirgansiz? Shu paytgacha 1000 ga yaqin obyekt topshirganmiz. 1000 ga yaqin obyekt. Uy egalariga qanday takliflar bera olasiz? Mijozlarimizga, uy egalariga xohlagan dizaynda, xohlagan ranglar va xohlagan alkapon qalin yupqaligidagi materiallardan aytganlaridek qilib beramiz va materiallarni o'zimiz olib boramiz. Hamma narsalarni o'zimiz olib borib, ortganini qaytarib olib ketamiz. Bu materiallardan masalan kichkina atxotlar otib qoladi-yu, uni nima qilasizlar? Atxotlarni o'zimiz qaytarib olib ketamiz, ularni ham minus qilamiz uy egalaridan. Atxotlarigacha olib ketasizlar. Bu joyda yana bitta narsa bo'ladi. Figurani, fasonini uy egalari tanlaydi. Shu tanlagan narsalardan atxot ko'p chiqadigan bo'lsa, yo menga shu narsa kerak deydigan bo'lsalar, unda uy egalariga o'tadi atxot. Berib ketaverasiz. Islom aka, narxlar o'rtacha necha puldan boshlanadi? Narxlar $20 dan $25 bu joyning holatiga, alkaponni qalin yuqaligiga qarab belgilanadi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing.